Adasi suyunchi bering. Nihoyat Farruh 100% sutdan chiqib ketdi. Anida haqiqiy mushuk o'tdi. Jarqoq qozon ko'plidan yeydi. Shoshmang. Tilama bering. Qanaqa tilla? Ona bolasini sutdan chiqarganda eri tilla beradi-ku. Bo'lmagan gap. Men bo'lmagan gap bo'ladi. Mana hamma biladi. Bo'lgan gap. Bu joyda tilla olsanglar. Bo'ladi-da. Bo'lmagan gap. Oy! Asildor. Mani uzugim yo'q, trosim yo'q, bilak uzugim yo'q. Keyin Bo'ldi, yetadi. Nima qilasan? Shu taqqa tuqqan narsani. tilla taqir tuqurmas. U investitsiya. U yildan yilga oshadi. Mulk bo'ladi, mulk. Bitta uzuk ham yetardi. Yuz bursa ham bizdan jahon majburlasin kechmayman birdan axir senlar tirikman ishon yoningdaman nima bo'lsa ham yoningdaman nima bo'lsa ham. Bilasizmi nimaga sizlarga keldik? Nega? Chunki bu yerda baxtli voqea aksiyasi bor-da. Agarda sizni xaridlaringiz 5 million so'mdan oshadigan bo'lsa, sizga bitta yutuqli chipta berishadi. Va agarda omadingiz kelib qolsa, Onyx mashinasini yutib olishingiz mumkin. Onyxmi? Ha, bu hali hammasi emas. 300 dan ortiq qimmatbaho sovg'alar va 20 ta yirik sovg'alar ham o'ynalyapti. Wow! Aksiya 26-fevralga qadar davom etadi. Shoshilib qolish kerak. Agarda bu yerga kelib, Dilbar Sakaravan nomidan murojaat qilaman desangiz 500 ming yoki 10% skidka ham qilib berishadi. Dahshat-ku. Mashinani ochib yuboring. Voy. Bosar tusarini bilmay qolibdi-yu.